Buxoro shahridagi 35-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yaqingacha 1985-yilda qurilgan 90 o'rinli moslashtirilgan binoda o'z faoliyatini olib borgan. Ma'nan eskirganligi va foydalanishga yaroqsiz deb topilib, o'rnida yangi zamonaviy bog'cha qurish ishlari boshlangan edi. Qisqa muddatda 3,7 milliard so'm mablag' evaziga barcha qulayliklarga ega, zamon talabiga mos 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti qurib bitkazildi. Maxsus xonalar, musiqa zalimiz yo'q edi. Anaqa guruhlar xonasi kichkina edi moslashtirilganligi sababli. Hojatxona 30 ta bolaga bitta hojatxona, unitaz to'g'ri keladi hojatxona. Tashqi hojatxonamizning ahvoli juda ham og'ir edi. Hozirgi kunda tashqi hojatxona ham, ichki hojatxonalar ham alohida bolalarga moslashtirib, kichkina bolalar uchun unitazlar qo'yilib, juda ham chiroyli qilib bezab qurib beriladi. Faqatgina bizga mudira xonasi bor edi xolos. Alohida hamshira xonasi qurib berildi. Logopedga, tarbiyachi metodistimizning xonasi alohida, musiqa zalimiz juda ham chiroyli katta qilib qurib berildi. Shu kuni tadbir mehmonlari muassasadagi sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Ushbu muassasada bolalar uchun xavfsiz va rang-barang muhit, tajribali tarbiyachilar, zamonaviy ta'lim uslublari, jismoniy va intellektual rivojlantiruvchi mashg'ulotlar tashkil etilgan. Shu bilan birga sog'lom ovqatlanish, toza va shinam xona-joylar hamda bolalarning ijodiy salohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi o'quv-tarbiyaviy jarayonlar yo'lga qo'yilgan. Bu o'z navbatida bolalarning kelgusi ta'limi, shaxsiy va ijtimoiy hayoti uchun mustahkam zamin yaratadigan muhim maskandir. Bog'chamiz juda nimaga edi, yaroqsiz holda edi. Ota-onalar ham hamma bog'chani nima qilar edi? Shu yangi qayta qurishini xohlar edi. Allohga shukr, prezidentimizga rahmat deyman. Bu yerda mana shu ota-onalar atrofimizda o'tiriblar, hammalari xursand, shod. Chunki bu bog'cha juda chiroyli qurildi. Yangi bog'chamiz ochildi. Shu munosabat bilan bizlar juda ham xursandmiz. Baxtiyormiz. Endi bolajonlarimiz oldin eski bog'chada ta'lim olishardi. Endi yangi sharoitlar yaratildi. Bundan juda ham minnatdormiz. Bolajonlarimiz endi mana shu yaxshi yangi bog'chada yangi ta'lim olishadi, nasib bo'lsa. So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari moddiy texnik bazasini mustahkamlash, yangi muassasalar qurib foydalanishga topshirilishi kelajagimiz egalariga bo'lgan e'tibor namunasi hisoblanadi. Buxoro shahrida ham maktabgacha ta'lim tizimida salmoqli ishlar amalga oshirilishi natijasida bolajonlarning bog'chalarga qamrov darajasi 100% ni tashkil qilmoqda.